بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. حميم Hamim. والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون Roşan kitap bilan qasamki, sizlarni uning ma'nosini tushunsin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. وإنه في الكتاب لدينا لعلي حكيم Haqiqatan o Lavhul Mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatli kitobdir. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganligingiz uchun sizlarga vaz nasihat qilishni tark qilamdik. وكم أرسلنا من نبي في الأولين Ilgari ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون Ularga qandoq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxir qilgandek masxir qildi. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين Ular, yani Mekke kafirlerden kuch-quvvatda üstün bo'lganlarni alaq qildik. Ilgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rsang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguvchi Alloh yaratdi deydi. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berilishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkizmay, foyda yetkizadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giyoh unmas qaqas o'lik zaminni tirildirdik. Sizlar mushundoq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek, qabranglardan chiqarilsizlar. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون Allah bütün məxluqatlarının türlərini yaratdı. Sizlərə üstüge çıxışınlar üçün kiyme və minişinlar üçün hayvan qatarlıqlarını yaratdı. Ondan sizlər ularının üstüge çıqqanlarınlarda Pərverdigarınlarının nimetini əsləb bizge bunu boysundurub bergen zat paktur. Biz onunla minişki qadir emas idik. Biz haqiqatan Pərverdigarımızın dərgahıga qaytqucularımız degeysizlər. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ Ular pərişlərini Allah'ın qızları deyiş bilən
Allohning bir qism bandilarini Allohning bir juz'i qilib oldi. Mundaq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkora noshukrlik qilguchidir. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين Allah məxluqatdan öz üçün qızlarını balı tutub, sizlərni oğullarga xas qıldımı? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Agar ularning birga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan bishorat berilsa, ya'ni xotinning qiz tuqqanligini xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi qordab ketadi. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Ular Allohga zibizinnat ichida cho'ng bo'ladigan, munozirda maqsadni ochiq bayon qila olmaydigan qizlarni mansub qilamdi. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Alloh farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortildi. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ular marhamatlik Alloh xolisa biz ularga ya'ni farishtalarga cho'qinmaydiq dedi. Bu to'g'riliq ularning bilimi ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandaqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam islamdi. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menga hidoyat topquchilarmiz deydi. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Shuningdek sendan ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsaklar, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubsizki biz ularning izlaridan mangamiz deyishdi. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. Her bir peygamber öz kavmiga ota-bovanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanada ota-bovanglarga ergashamsizlar dedi. Ular sizlar elib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Biz ularni jazo oldik.
to'g'ri yo'lni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligi qarag'in. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. Öz vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi: "Sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostilla ada judaman. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi." وَجَعَلَهَا كَلِمَةً باقية في عقبه لعلهم يرجعون. İbrahim kelime tevhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlod ichida qoldirib ketdi. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Belki men bular, yani Mekke aholisini ve bularning ota-bobolarını uzun ömür ve nimetten bahramon qildim. Toki ularga haq, yani Qur'on ve roşan payg'ambar Muhammed aleyhisselam kelgucha. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ. Ularga haq, yani Qur'on kelganda ular bu sihirdir. Biz hakikaten onu inkar qilguvchimiz deyishdi. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Ular bu Qur'on nemishqa ikki shahar, yani Mekke bilan Taif odamlardan bir katta odamga nozil qilinmidi deyishdi. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayoti dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ish qilsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigoringning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul-mollaridan yaxshidir. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. İnsanlar kuffarlarning bayashat turmushini ko'rib, kufrga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrda bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning uylarining o'gizlarini va uningga chiqadigan cho'tlarni kumushdan qilib beratdik. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Ularning uylarining eshiklarini va taxtlarini kumushdan qilib beratdik. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiratdi. وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Yuqorqilarning ba'zisini oltindan qilib beratdik. Ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi noz ne'matlar taqvodorlarga xosdir. وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ
قرين Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'raydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvasa qiladi. Shayton uningga hamisha amroh bo'ladi. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ Şək şübhəsiz ki, şeytanlar ularni, yani azğın kuffarlarni doğru yoldan tosudu. Ular bolsa özlerini doğru yolda deb guman qılıdı. حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ Kafir Adem, hemrahi bilen kıyamet günü dergahimizge kelgen çağda hemrahiga, kaşki sen bilen minin aramda şerq bilen g'arbning orasidek arliq bolsa ekan, sen nima degan yomon hemrah? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding, deydi. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ Ularga dünyadaki çağda zulüm qilganliginglar, yani şerik keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtaq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi, deyiladi. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Ey Muhammed, sen gazlarga anlata alamsan, ya korlarni doğru yolga sala alamsan, yani kuffarlar gazlarga, korlarga o'xshaydi. Oshkori gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ Ularni jazolaşdan ilgiri seni ilib kessek, yani vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ Yoki biz sana hayatında ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki ularga, yani ularga azob qilishga qodirmiz. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Ey Muhammed, sana vahiy qilingan Qur'onga ching esilgin. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadursan. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ Qur'on sana ve senin kavminge elbette ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilisizlar. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ Senden burun biz evetken peygamberlerimizden so'rab baktınki, mehribon Allah'tan başka ibadet kılındıgan ilahlarını belgildik mu? Peygamberlerinin içinde Allah'tan gayriga ibadet kılışqa davet kılgını var mı? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ Biz hakikaten Musa'nı Firavunga ve onun təvəllirge, onun rast peygamber işkelliğini ispatlaydıgan şanlıq möcüzlerimiz bilen evettik. Musa Firavunga, men hakikaten cemi alemlerinin perverdigarının, seni ve kavmini bir Allah'a ibadet kılışqa davet kılış üçün evetken elçisimen, dedi. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ Musa ularga bizning möcüzlerimizni edip gelgende, ular nagahan möcüzlerini mezhir kılıp küldü.
وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ularga bir-biridan katta möcüzelerini ko'rsatdik. Ularni kufrdan qaysun deb turlik azoblar bilan jazo oldik. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Ular azobni ko'rganda, ey sehrgar, Parvardigoringga uning sana bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang, agar o duoying bilan bizdan azobni ko'tarsa, biz cho'qim iymon etamiz, dedi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Musa'nın duası bilan ulardan azobni ko'tarayotganimizda, nagahan ular ahdini buzib kufrda ching turdi. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. Firavun öz qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi, ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? Balki men ochiq gap qila olmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhisalomdan yaxshiman." فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. Nima uchun uningga osmondan oltin bilajuklar tashlanmadi? Yoki nimishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan birga farishtalar hamroh bo'lib kelmadi? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Firavun qavmini qo'llaganlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazo oldik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishlik bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Isa alayhisalom misol keltirilsa, nagahan sening qavming xo'shallikdan suran silishib ketadi. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Ular, bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki Isomi? dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchunla keltirdi. Balki ular jidalxo'r qavmdir. إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ. U, ya'ni İsa, Nasaralar guman qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandidir. Uni biz Isroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ.
Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosari bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. Yani İsa albatta qiyomat yaqinlashganligining alomatidir. Uningga, yani qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga agishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Yani shaytonning vasvasasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. İsa ro'shan mo'jizlar bilan kelib aytdi. Sizlarga men hikmat elib keldim. Sizlarga ixtilof qilayotgan narsanglarning, ya'ni diniy ishlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Innalloha huwa robbi va robbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir va sizlarningmi parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Nasaralarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zolimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Ular faqat qiyomatning o'zini tuymagan holda ushtumtut kelishini kutadi. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla undaq emasdir. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. Ularga, bandilarim, bugun sizlarga qo'rqinish yo'q, g'am qayg'umi yo'q, deyiladi. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Ularga, sizlar ayolinglar bilan birga xo'jal xo'ram oldi jannatga kiringlar, deyiladi. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. Ularga altın ligellarda taam, altın camlarda şarap tutuldu. Cennette ko'ngillar tartadigan, ko'zlar lazzatlanadigan narsalar bor. Sizlar cennetde mengu qolasizlar. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amalinglar bilan varis bo'lgan cennet ana shudir. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ. Cennetten nurgun türlük meyveler var. Onundan yeysizler.
إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Günahkarlar, yani kuffarlar hakikaten dozak azabıda mengü kalğuçulardır. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Ulardan azap birdenmi yenikletilmedi. Ular dozakta her kandak yaxşılıktan ümitsizlerdir. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Ularga biz zulüm kılmadık. Ve lekin ular özleri zulüm kıldı. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ular, yani kuffarlar, dozakka muakkel periştige, ey Malik, Parvardigarın bizge ölüm hüküm kılsın, dep to'laydi. Malik, sizler azapta çokum qalıslar, deydi. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Biz sizlerge hakikaten haq dinni keltirdik. Ve lekin sizlerinin köpçülikinler haq dinni yaman körgüçülerdir. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ular Muhammed aleyhisselamga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammed aleyhisselamga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ular guman qilamdiki, biz ularning sirlarini va pichirlashganliklarini anglamaymiz. Hargiz undaq emas. Uni anglab turimiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turdi. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Agar mehribon Allohning bolasi bo'ladigan bo'lsa, men u bolaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'latdim degin. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Osmonlarning va zaminning Parvardigori, arishning Parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohlikda va nodonlikda qo'yib bergin. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lgan qadar botillarga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Allah osmondami ilahdir, zimindami ilahdir. Allah hikmet bilan ish qilguvchidir, hammani bilguvchidir. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Osmonlarning, ziminning va ularning orsidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohidadir. Sizlar Allohning dargohiga qaytirilsizlar. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qila olmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytganni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Agar sen ulardan ularni kim xalq etganliklarini so'rsang, ular cho'qim Alloh deydi.
Ular qandaqmı Allah'a ibadet qilishdan butlarga ibadet qilishga burilib ketidi? وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. Allah Taala Muhammed aleyhisselamның ey Parvardigarım, bular hakikaten iman etmaydigan kavimdir degan so'zni biladi. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Sen ulardan yüz örgin, salam degin. Yani ularga bedduamı kılmagın, dinige davetmi kılmagın. Ular kelgüsüde küfrning oqibatini biladi.